Yettilar duxovniy insonlar, ya'ni ular bu dunyo va oxiratda insonlarga transformatsiya, ya'ni ongini o'zgartirib, hayotda boshqa yo'lni tanlashiga yordam beradigan insonlar bo'ladi. Sakkizlar ko'proq bankirlar bo'ladi, chunki ular ham insonlarni, ham pul, dunyoni boshqarish uchun kelgan. To'qqizlar g'alaba uchun tug'ilgan insonlar, ularga doim qanaqadir ideyalar, qanaqadir yo'l yo'riqlar ko'rsatib turish kerak, chunki ular bu dunyoda g'alaba uchun, ya'ni nimanidir tushuntirib bersangiz, nimanidir ko'rsatsangiz, shuni oxirigacha yetkazib boradigan insonlar deyiladi. Ya'ni Amir Temur ham 9 raqamida tug'ilgan, u kimdir qanaqadir ideya bersa, qayerdir bosib olish aytilsa, u shuni oxirigacha yetkazmasdan qo'ymaydigan insonlar. Ya'ni 1, 2, 3, 9, 9gacha bo'lgan raqamimizni har biri, ya'ni menda bu xarakter yo'q desangiz ham, o'tirib o'zingizni analiz qilganingizdan keyin bilasiz bu xarakter bor. Ya'ni xuddi bir-biriga o'xshamasa, masalan 22-raqamli insonlar bor, ular 4 hisoblanadi. Chunki raqamlar ichida 22 yo'q, 2 ga 2 ni qo'shsangiz 4 bo'ladi. Shunda ular 4 raqamli bo'lib, 4 ni 31 ham bor. 31-raqamda tug'ilganlar ham 4 hisoblanadi, lekin ularda ham uchli xarakter bo'ladi, ham birli xarakter bo'ladi. Ham rahbarlik bo'ladi, ham analiz bo'ladi. Ya'ni baribir ham ikkovi ham 31 ham, 22 ham, 4 ham agar buni o'ylab qarasangiz, ularni bunday analiz qiladigan bo'lsangiz, baribir hammasini xarakteri bu dunyoda halollik uchun tug'ilgan. Ya'ni hamma joyda